nima qilayin yo'q hech narsa qilmaydi. Ina ba'zan shunday o'ylaylar. Hamma iltimosim bu qiz pachishga tashamaydi, hech qanday qaytarmaydi. Deganini fikrda niyalarga to'g'ri o'ylaylar. Xohlasalar kurashda davom edilar, xohlamasalar esa chaqchaqda kelaveradilar. Sizga boshqa tomonga bo'lmaydi. Shunlar iltimos hech kimni ichkariga yozmayman. Albatta qilmayman. Shuni olishinglar iltimos so'rayman. To'g'ri tushunishinglarni. Yoki bir ekansan, yoki o'zgarib qolsan, yana bir nimalar demanglar degan maqsadda aytyapman. Aytganim yo'q aka. To'g'ri. Javob yo'q. Aytganim yo'q. Hech kimni haydamayapman. Ro'zimda xohlamay o'zinglar tutishni olsalaringiz. Unga biror narsa yozmayman demoqchiman. O'zinglar bilasizlar. Xohishsizlardan. Boshqarmaga gap yo'q. Keyin sangini aytmasa ham bo'ladi. Rahmat aka. Muhammad Ali tanishganimizdan xursandmiz dedik endi bizni qayta tanishtiraverasan. Bitta hamma olishsiz dokumentingizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirgan vaqtingiz qo'sh qoqyapti. Priviska bo'lib qolgan. Ko'z chiroyli ekan, rahmat. Sizlar yaxshimisiz? Bu joyda savdo qilasizmi? Rahmat aka, yaxshi ham savdo qilaman shu yerda. Salom qalaysiz? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Menga shunda deydi hammaga. Badbashara. Xo'p aka, rahmat. Endi tushunyapman nimani? Qayerdan siz? Surxondaryodan. Hammaga demang yaxshimas deydi. Xo'p, ro'mol sotasizmi do'konda qaysi joy bu? Yo'q aka, do'konda ro'mol sotilmaydi. Furnitura magazin bu. Salom. Assalomu alaykum. Ko'z tegmasin, chiroylisiz, rahmat. Xo'p bo'lsa. O'lmasa, agar xo'p bo'lib qolsa men keyin nima deyman? Assalomu alaykum, rahmat, yaxshi. Bek, rahmat. Ichimlikda hobsor qizni ko'ryapman. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat aka. Rahmat katta.
ishlar qanday? Rahmat, yaxshi.